211 narxida W212 ko'rsataman sizlarga. 212 ni bunaqa hamyonbop narxda qo'yaman deb hech ham o'ylamagan edim. Y200 2011-yil ofitsialniy rastamoshka bo'lgan, dokumentalniy O'zbekistonda yurganini narxini 18900 dollarga ko'ndira oldim. Bunaqasi hali bo'lmagan. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan aka, bizani bilasiz. Biza qayta jihoz mashina sotmaymiz. Ushbu mashinamiz ham 2 litrli turbina, 2011-yil, kuzov ham, texpasportga ham 11-yil deb yozilgan. Panorama tomlarigacha bor. Mashinamizdan salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Et-betiga ximchiska qilib endi qarab olsanglar, mashina yana ham chiroyli holatga keladi. 4 ta baloni ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Diskalarida ham qirilib, chizilib ketgan joylari yo'q. Kuzovi yomon bo'lib ketmagan, yoki 2 ta yoki 3 ta joyida kichkina petnosi bor. Bemalol telefon qilinglar, tushuntirib beramiz. Oldi krilon chap tomonida, mana bagajni, mana shu past qismida o'zida, mana shu nomeri tegida, mayda-chuyda uni seryozni aytiladigan joyi ham yo'q mashinani. 236 ming radnoy probegi. Umuman hozirgi kunda katta seryozni texnik ошибкasi yo'q. Bemalol hadovoyi ham, motori ham, korobkasi ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ana olib, расход qilib ustiga tiqiladigan mashina emas. Срочный bo'lganligi uchun narxini ham 18900 dollarga ko'ndira oldim. Sizga bu mashinamiz narxi va ko'rinishi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. O'zimizga telefon qilinglar, mashinani ko'rsatib, sotishga tayyormiz. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.